Muşu жаққы төменің оныға bir oltun ip koygan bolsam, qanchalik oltunim bo'lib ketadi. Men miyada hozir mani damdam qilib chiqilma emas. Mening onamning doim meni tillaydigini, o töme sarangay deb tillaydi-ku meni. Balam siz mushundo eski jiqi-jiqim ağan onuga mush oltun asıg zulmamdı deb. Men deyman bek oltun selash qiziqmaydi ekanman deyman, lekin chiqadimlar oltun sasam shu 5 kun chiqib qolgan sassi bo'ldi deyotgan. Men qizil oltun qiziqadi ekanman. Desem qizil oltunni chiqsa azon oldi ekan. Yani sassam pul qolmaydi ekan deb. Men amush ko'z qarshimda sal mesli bormi ya? İnkas rayoniga borma bir teklif berib qo'ymam sizlar. Mavot taxminan mandaq jiqi tümelerimden chekka texa 10%. Neç kundan keyin boshqa bir mundo takis 70 kuz va bir narsam bor, shuning ichida bir muncha borda. Kuzam ko'rasiz, bir maqolani bek yaxshi ko'rmamışda. Yeni saloqdan kerak narsalarni. Ishqadar bir kiyimimga bir taldamas qilib ishda. Bek qaranglar zanjirlarni topaman ba. Mush bir oltin bo'lgan bo'lsa, ichib setib etgan bo'lsam, qancha pul qoladi? So'ng bormamizda jiqi tumila bika pul xajlab olgan narsalar inkaslarni yo'llab beqinglar. Valla shu men o'ylayman oltinni ham demedim salalayda ham 5 kunchimi apirib satqildi deydigan, lekin amdiliqa so'nishi deymiz olmas narsalarni ba'zida ham oladi-ku, necha tumanlarga. Lekin mening nazarimda qizil oltinni chiqadam samayotgan qizil oltin men bek yarishimni tuyg'usi berdi-ku. Qizil oltin sog'adimni men bek yaxshi ko'rmayman. Chiqib qizil oltindan ilgan jo'rim bir bek omroq men qizil oltinga, lekin bu seriq oltinni mishat fus turdiki hergiz bir to'y to'kiligi bo'lsam oltin yo'q bichardik, shu boshqa narsalarni taqab chiqmay qolinglar. Qat öy içi talay içi to'yliq oltinni qat silib olganlarni ko'rsam shunda biyaram bo'lma. Bunda to'y to'kiligi chiqsaq mashta oltin yo'g'roq edimda bir so'rin bir jo'z o'tirgan. Sil oltin yo'q, bir eshikdal da öy içi oltin silib chiqqanlarni bir jo'z boshlayotgan. Sizlar mashta ishni bayqamsizlar, ashtalik qilib shunda biyaram bo'lib ketdim. Texmada endi tonish bilish yo'g'andiga ko'rshay deb basima da qalabaliq chiroylig'im chiqdi. Sen hiç bizde altından taqab chiqdimi degandek ashta ganjo'lda edimni bir xil. Laqat yekan shon cho'julayin shon cho'laylar qilib yovching shunami? Beksat ishlar qilib o oltiningni uyda qo'yib chiqsangmi, ba'zi vaqt bir ishga safarga ketib qolsangmi, o'g'irlik bo'lamiki deb qancha ensirib yotasan. Voy, bunda po'chilik qilib ketmasangmi, bular uni netchingdo netchado deb uzamchi. Savol qo'yib ketmay qolaman. Atrofim boshlaydi bu bormi? Ay.